بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل إسلام، أهل إيمان برادرlar، hurmatlik otaxonlar, aziz akalar, iymondosh qadrdonlar. Avvalo yaratgan Parvardigor Alloh jalla va aloga beadad hamd sanolar va shukrlar aytamiz. Uning habibi va rasuli Muhammad alayhi salatu va sallamga salovat va durudlar aytamiz. Bugungi muborak onlarda, bugungi muborak ulug' oylarda, bugungi muborak ulug' soatlarda uzoq yaqinlardan Alloh jalla va alo o'z ustilarimizga omonat qilgan, o'z ustilarimizga haq deb qo'ygan, o'z ustilarimizga farz qilgan ulug' bir ibodat juma namozini barpo qilmoqlik uchun uzoq yaqinlardan ixlos bilan, muhabbat bilan jamiyat bo'lib turibmiz. Alloh taolo barchalarimizni bugungi dehqonchiligimizni, bugungi qiladigan savdo sotiqimizni, bugungi qiladigan oldi berdilarimizni, bugungi qilinadigan jamiyatdagi Alloh taolo Qur'onda maqtagan solih amallardan bandalarim solih amallar qilsalar Firdavs jannatlari muborak bo'lsin deydigan savdolar oxirat bozoriga biz uchun serbaraka bo'lmoqligini yaratgan Parvardigorimiz musharraf aylasin. Bugungi mavzu aynan xalqimizni bahor ayyomlari, bu fasl uyg'onish, bu fasl albatta har birimizni, ayniqsa oqil mo'min musulmonlarni ibratlantiradigan eng yuksak ishlardan biriki, musulmonni qiyomati aniq ekanligini dovu daraxtlar misolida ko'radigan oy bo'lganligi, musulmon uchun albatta Alloh taboraka va taolo xohlagan bandaga jon ato qilishligi, xohlagan bandani o'ldirishligi, bir qurib yotgan yog'och, bir qurib yotgan cho'p misolida Alloh taboraka va taolo dehqonchiliklarimiz, bog'roqlarimizga berayotgan bir ne'matlardagi bir holatlar ibrati hammamizga mana shu bahor ayyomida, ayniqsa boshqa mavsumlarga nisbatan alohida o'zini darsligini, ta'limini yuksak qilib beradi. Haqiqatan ham bugungi siz o'ylab turgan mavzu inshaalloh robbil alamin dehqonchilik rizq yo'lini ochuvchi Allohning ulug' bir ishidir degan bir mavzuda dehqonchilikka aloqador bo'lgan, rizq ro'zimizga aloqador bo'lgan suhbatlar haqida birgalashib iymonlashmoqchimiz. Alloh taolo aytiladigan masalalarga amal qilib dunyoda saodatmand, oxiratda o'zini solihlariga maqtagan oliy mukofotlaridan bekamuko'z olishlik baxtini Alloh hammamizga muvaffaq aylasin. Alloh taboraka va taoloni bitta ismlaridan biri, mana bu yerda ham tepa qismda 99 ta ismlarni yozilgan bo'lsa, eng birinchi ismlaridan biri yaratuvchilik ismi, Xoliq ismini hech qachon bir unutmasligimiz lozim bo'ladi. Alloh taboraka va taolo yer yuzida umrguzoronlik qilish uchun juda ko'p narsalarni, ta'rifi yo'q bir ajoyib ne'matlarni ato qildi. Albatta ekinlar va meva daraxtlarni o'stirib, ularning rizqini bemalol, hayotini bir qulay bir qilib qo'ygan ham Allohning o'zidir. Har birimiz bir dasturxonda o'tirganimizda ham azizlar guvoh bo'lamizki, agar dehqon mana shunday qo'li mirishkor bo'lgan sohibkorlarimiz, chorvadorlarimiz, bog'bonlarimiz yetishtirgan turfa xil nozi ne'matlar bir kun ham bir hayotimizdan uzilmasligini o'zi bu buyuk ne'mat emasmi? Qish demaymiz, yoz demaymiz, bahor demaymiz, mevalarning bozorimizda uzilmasligi, dasturxonimizda uzilmasligi, alvon ne'matlarni buning o'zi Allohning bir ulug' qudratlaridan. Bu ne'matlarni suyib iste'mol qilamiz. U yetishtirilgan mevalarning haqqiga, chorvadorlar haqqiga, bog'bonlar haqqiga albatta solihlar duolar qilamiz. Ammo ko'pincha ne'matlarni bandalarga beminnat berib qo'ygan,
yer yuzidagi barcha mahluqotlarga, jumladan inson bashar nasliga rizq ato etib qo'ygan mehribon zotni hamisha ham esga olavermaymiz. Agar Parvardigorimiz osmondan qor yomg'ir yog'dirmaydigan bo'lsa, yerlarni unumdor qilib qo'ymasa, odamlarga dehqonchilik sir asrorlarini o'rgatmasa, insonlar bugungiday to'kin, farovon, fayzli turmush kechirmagan bo'lishar edi. Alloh taolo o'zining bu haqda Qur'oni Karim oyatlarida Nahl surasida marhamat qilib, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Huvallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. U zot osmondan sizlar uchun undan ichimlik bo'ladigan suvni, yomg'irni yog'dirgan zotdir. Hayvonlaringizni boqadigan giyohlar ham o'sha suvdan sug'orilur. U sizlar uchun o'sha suv bilan turli ekinlarni sug'orilur. U sizlar uchun o'sha suv bilan turli zaytun, xurmo, uzum, barcha mevalarni undirur. Albatta bunda tafakkur qiladigan kishilar uchun alomatlar bordir. Haqiqatan ham yaratgan Parvardigorimizga beadad hamd sanolar bo'lsinki, yurtimizni tuprog'ini ser-unum, go'zal, bog'larini bir ser hosil qilgan Robbimizga shukr qilmasdan ilojimiz yo'q. Joylar bor, mamlakatlar bor, na bir meva o'sadi, na suvni ichib bo'ladi. Ular ham inson, ular ham bir Allohning bandasi. Biz uchun bu alohida bir azizlar ibrat bo'lmoqligi lozim ekan. Agar mabodo kamondan ko'chatni otadigan bo'lsangiz, keyingi yilga meva qilyapti. Bu Allohning ne'mati bu. Dehqon ming zo'r bo'lsin, haqiqatda bog'bon zo'r bo'lsin, nihoyatda mirishkor bo'lsin, bugungi kun lahjasida aytganda professionalniy bir ana bunday ustuvorlik bilan bo'lsin, lekin Alloh taboraka va taolo yomg'irni yog'dirmasa, Alloh taboraka va taolo yerga buyruq qilmasa, Alloh taboraka va taolo o'zigina u ishni bo'lishligini iroda qilmasa, minglab, millionlab butun dunyo birlashganda ham birorta bir gulosmi, o'rikmi yo bir tarvuzmi, qavunmi, bu asal bir tilni yoradigan bu ne'matlarni birortasini quloqdan tortib biror kishi chiqara olmaydi. Vallohu alam, dehqonning ham ishi savdogarning ishiga o'xshaydi. To'g'rimi? Tijoratchining ishiga o'xshaydi. Tijoratchi ham pulni akamiz tikadilar. Endi u yog'i Alloh barordan bersa berdi. Mana qanchalar aka, qoraka, qishda tikuvdik pulimizni Xitoyga deydi. Kargo bo'ldi, u bo'ldi, u sabab, u bekat. Bittasi Chorsuv bekat, bittasi To'xtash bekat, bittasi Bebaraka bekat. U bilib bo'lmaydi endi. Ular sabab xolos. Haligacha o'sha pulimiz turib qoldi deydiganlar. Alhamdulillah. Turib qolgani ham hozir bir baxt. Yo'q bo'lib qolganidan ko'ra. Demak, Alloh taboraka va taolo ham savdogarlarning holatini dehqonlarga ham berdi. Dehqon ham sarmoyasini tikadi, urug'i tikadi, ko'chatni ekadi, urug'ini sepadi, bu yog'i shudgorini qiladi-yu, tavakkal Allohga yolvorib turadi. Agar Alloh shamolini, agar Alloh quyoshini, agar Robbimiz o'zini yomg'irlarini, qorlarini, ba'zi bir sovuqlarini mu'tadil qilib o'zi xohlaydigan bo'lsa, halgi dehqonning ishi besh bahoda. Endi ba'zi biz hayotimizda bo'ladi, shunaqa bir o'zbekchiligimiz ham bor. Bir kishi kartoshka ekib zo'r bo'lib ekan, kartoshka qimmatlab ketdi. Hamma kartoshka ekadi. Keyingi yildan turaveradi. Hamma bir-biriga tomoshabin bilan qarang, bozorlar yaxshimi, achigan, aynigan, shu bilan tushib qolgan. Allohga tavakkal bu narsalar. U bir kishiga baraka, bir kishiga omad, bir kishiga muvaffaqiyat berishligi u dehqonni ham o'zini ham iltijosiga bog'liq. Aslida jannatga birinchi kiradiganlardan biri dehqonlar. Qachon, qaysi dehqon hosilini zo'r qilib
aroq ichib uni yuvib tozalagan dehqonlar emas. U dehqon qachon u Payg'ambar alayhissalom duo qilgan dehqonlar qatoriga kiradi? Uni zakotini vaqtida bergan bo'lsa, uni zakoti mevalari pishdimi, uni albatta ushurini zakotini berishlik shart bo'ladi. Buni qilgan bo'lsa, lekin dehqonlar buni hammasi qilyaptimi? Nima uchun hammasida ham barbariga yetmay qolyapti? Hammasida ham baraka zo'r emas. Sababi juda ko'plari Allohni eng ulug' bir tadbiriga, Alloh bilan bo'ladigan bandasini tijoratiga harom aralashtiradi. Qarzga bo'lsa ham ekadi, bir narsalar qiladi. Endi hosil zo'r bo'lgandan keyin kalla innal insana la yatgha. Yo'q, ey Muhammad alayhissalom, bu insonlar shundayki, ozgina biz ularga muruvvat qilib berib qo'yadigan bo'lsak, tug'yonga ketadilar deydi. Tug'yonga ketib qolar ekanmiz-da. Halgi joyda o'zimizni ushlamay qolib, meni zo'rligim, farosatim, aqlim, tadbirkorligim bilan shunaqa zo'r bo'lib ketdi deb harom xarij iste'mol qilib, harom xarijga yurib qo'yib, bir yilgi mashaqqatlarini bir zumda, bir soatda kim o'zarga to'ylar qilib, kim choparga to'ylar qilib, kim kursinga to'ylar qilib, butun bir yildagi mashaqqatini barbod qiladigan dehqonlar ham bor. Lekin dehqonchilik qilib, Allohga oshiq bo'lib, tafakkurda bo'lib, nihoyatda har bir qadamida Qur'on o'qib turgan odamga nisbatan ajri ulug'roq bir tafakkurda turgan dehqonlar ham bor. Ulug' narsa yerdan tirilib chiqib turadigan bo'lsa, bu tafakkur qilmasdan iloji yo'q. Qup-quruq cho'p gullab, Allohni eslab, rangini, uni shaklini biror kishi bir chizib qo'ymagan yoki bu ishlab chiqaruvchi, mana odamlar bo'ladi, ishlab chiqaruvchilar pechonliklar ishlab chiqarishadi. Kecha bitta o'rtog'imiz aytayapti, bitta pechonlikning qolipini yasashlik uchun deydi, bitta yumaloq temir bo'lar ekan, tepasiga bir mana shunday rezinkaga o'xshagan narsalardan qilinar ekan, aytayapti, 10 million pul ketar ekan bittasini o'ziga. Uni endi mabodo shaklini, dizaynini o'zgartirib turmasa, yana xaridorlar olmay qo'yadi deydi. Unaqadan 5-6 ta qilib turish kerak, o'zgartirib turish kerak. Mavsumga qarab 3 burchak, 4 burchak, yumaloq, oldi chiqqan, orqasi chiqqan har xil figuralar qilib turish kerak. Har birini 10 milliondan. Endi Xudoning marhamatini qarang. Falyanzurul insanu ila ta'amihi. Ey bandam, yeyotgan taomingga ham shunaqa bir qaraganmisan? Farzanding aytganingni qilmasa, xotining aytganingni qilmasa, ro'zg'orda seni gaping, so'zing, mabodo farmoning vaqtida bo'lmasa, qanaqa jiqamish bo'lasan? Qanaqa o'zing ana shunday tushkunlikka tushasan? Men boqsam, men harakat qilsam, ro'zg'ori tashvishda bo'lsam, aytgan deganim bolam qilmasa deb qanaqa qiynalasan, ha? Ularga kerak bo'lsa jazo berasan, kerak bo'lsa ularga ana shunday xayfsan qilasan, kerak bo'lsa tanbeh berasan. San, ey banda, falyanzuril insanu ila ta'amih. Bandamiz ham bir yeyotgan taomlarga qarab, ichayotgan ichimliklarga qarab, bu mevalarga qarab, bu dehqonchiliklarga qarab, bu o'zlarini Robbilari bilan bo'layotgan muomalatlari, go'yoki farzandlari u kishini aytgan deganlari qilmaganda qanaqa holatga tushuvdilar. Bandamiz ham o'zlarini bir muolaja qilyaptilarmi derkan Alloh taolo. Mana insonmiz, hammamiz yig'ilganmiz, yoshlar o'tiribmiz, mana akalarimiz, ukalarimiz o'tiribmiz. Biz o'zimizni taftish qilyapmizmi? Xo'p, birovdan xafa bo'lishni bilamiz, birovi aybini ko'rishni juda yaxshi bilamiz. Bitta emas, 10 ta ko'zimiz bor bu bobda. Lekin o'zimiz yeyotgan taomimizda Bismillahirrohmanirrohimni oldida shu narsani o'ylayapmizmi? Allohni shuncha buyruqlarga men bepisandlik qilyapman. Robbimning g'azabi kelmaydimi? Men bitta oilada, bitta farzandimga bir marta gapim o'tmaganligi uchun qanaqa tushkunlikka tushib, o'zim kasal bo'lib, notavon bo'lib, qanaqa bir ana shunday bir oilada tushunmovchiliklar, halovatsizliklar bo'lyapti. Azamati buyuk bo'lgan, dargohi oliy bo'lgan, bandasiga o'zidan-da mehribon bo'lgan, jonidan-da, jon tomiridan-da yaqin bo'lgan Robbimni men qiynab qo'ymayapmanmi? Uni taomini yeb, zinogami, halolgami, uni taomini yeb, neklik, yaxshilik yo'liga uni sarf qilyapmanmi, yo'qmi? Bir qarab qo'ying ey bandam deyapti yeyotgan taomingizga. Nima qilasiz yeyotgan taomingizda ham noshukrchilik qilib deb Alloh taoloni ham
bandalariga ana shunday g'azabi bor ekanligini, qahhor sifati ham bor ekanligini unutmasligimiz lozim. Alloh aytadi: "Anna sababnal ma'a sabba." Ey bandalarim, ogoh bo'ling. Biz osmondan yomg'irlarni yog'diradigan zot ham men ekanligimni unutmang. Summa shaqaqnal arda shaqqa. So'ng yerni yordirib, undan har xil, mayli u xurmolarmi, u mevalarni har turini chiqarib qo'ygan Robbingiz emasmi? Mana bularni tafakkur qiling. Endi biz nima qilamiz? Qulubdan yeyamiz. Birorta bir urug'ini yo bir mag'zini qani zo'r ekansiz shunaqa. Ichidan shu qulubdan turibdi, urug'ini ajratib beringchi. O'rik turibdi, ichini yormasdan danagini bu yoqqa olib beringchi desa, bu yog'i kallamiz ikkita oyog'imiz orasiga kirib ketsa. Shunaqa bir zaifmiz, shunaqa bir ojizmiz, lekin yeyotganda bu yaxshi jaydar emas ekan, qorinni og'ritar ekan. Shuni ham sotishyapti-ya deb yana yeyveramiz. Ya'ni maqtab yomonlab ham yeb ham qo'yamiz. Gulosi voy, ozgina turganda 15 kun turganda yaxshiroq pishardi deymiz, tarilkada hech narsa qolmaydi dasturxon. Bunaqa emas-da endi. Alloh yetkazibdi, alhamdulillah. Alloh shifo qilsin. Bu narsalarni bir ozgina endi bundan buyog'ida bir o'zimiz ham bir o'zimizni holatimizni muolajamizni bir chiroyli qilaylik. Shuncha mevalarni Xudo yetkazib qo'yibdi. Bizlarni yeydigan qilib qo'yibdi. Bu ne'matdan mahrumlar qancha? Mana dasturxonda ulfatchilik suhbatlarda o'tirganimizda aytishadi. Oling, yo menga mumkin emas. Oling, bu mumkin emas, bu mumkin emas. Bir-birda qattiq nonni yeb ketadigan suhbatdagi qadrdonlarimiz ham bor. Diydor g'animat deb keladi. Biror bitta boshqa narsa yey olmaydi. Shukr qilaylik. Suyuqmi, quyuqmi, quruqmi, yeydigan, ichadigan qilganligini va buni o'ylaylik. Mayli dehqonning mehnati zo'r. Bizning yerlarimiz zo'r. Haqiqatda serhosil, ser unum yerlar. Bunga birorta bir so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Lekin uni yaratgan egasini, uni bizga yetkazgan egasini, uni mazasini bergan, uni ta'mini bir-biriga qorishtirib yubormagan zotni eslaylik. Oddiy quruq choyni uyga olib kelib qo'ying. Mabodo uni maxsus joyga qo'ymasangiz, yonida atir turgan bo'lsa, atir hidi o'rnab qoladi. Nimaga desa, unda banda burnini suqqanda u ishga. Ana atirni tayyorlagan banda-da. Aql bergan Alloh, lekin bu yerni qarang, banda burnini siqolmaydi unga. Banda o'zini hech qanday bir daxlini kirgiza olmaydi agar Alloh bergan chegaradan chiqa olmaydi. Endi qarangki, buni bu yoqda achchiq qalampir, bu yoqda bodring, bu yoqda pomidor bir-biriga o'tib ketmagan. Lekin pomidor bilan bodringni mabodo salat qilib tayyorlab, uni mabodo achchiqdan qalampirdan ustini kesib, bundoq qo'yib qo'ygan paytingizda o'zida achchiq bir-biriga o'tib ketadi. Allohning qudrati bu. Allohning chevarligi bu, Allohning ulug'ligi bu. Demak, bunga albatta shukronalar aytmoqligimiz, buni tafakkur qilmoqligimiz. Mevani qarangki, sarasini inson yeydigan qilib qo'ydi. Uni ba'zi bir endi qolgan qismini vali an'amikum deb qo'ydi Alloh taolo. Endi undan yana bug'doy, undan qancha biz eng pokdamon joyini un qilib tegirmondan chiqarib yeymiz. Endi qolganini tovuqlarga, mol qo'ylarga, chorvadorlarimizga, Alloh taolo chorvachiliklarimizga uni yeydigan qildi. Hammasini o'ziga yarasha bir maqom bilan, martaba bilan Alloh yaratdiki, birorta bir nuqson topa olmaymiz. Mana bu qudratga, mana bu ne'matga alohida Allohga shukronalar aytmoqligimiz azizlar lozim bo'ladi. Alloh Qur'onda aytadiki: "Val baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni robbih vallazi khabusa la yakhruju illa nakida kazalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun." Sadaqallohul azim. Yaxshi shahar yerining giyohi Robbining izni bilan unib chiqaveradi. Yomon shahar yeri esa faqat unumsiz bo'lur. Shukr qiluvchi qavm uchun oyatlarni shu tarzda takror bayon eturmiz. Allohning oyatini qarang, go'zalligini qarang, balog'atini qarang, fasohatini qarang, ey birodar, ey azizim, tafakkur qiling. Alloh aytayapti: "Val baladu toyyib." Ya'ni u toyyib shahar deb qaysi shaharni aytiladi? Pokdomon, go'zal, yaxshi shahar deb qaysi shaharni, qaysi mamlakatni aytiladi? Yakhruju nabatuhu bi izni robbih. Robbisini izni bilan undan ana shunday har xil
Allohning nabototlari unib o'sib chiqadi. Darhaqiqat bozorlarimizdagi to'kin sochinlik dalalardagi hosilning mo'lligidandir. Barcha hosillar oyatda ta'kidlanganidek Parvardigorimizning izni bilan chiqmoqligi. Demak, yurtimiz maqtovga loyiq bir diyor ekanligini bundan bilib olsak bo'ladi. Zero Alloh taolo o'zining izni ila o'simligi unib chiqadigan joylarni qanday shahar dedi? Al-baladut toyyib. Bu shahar eng xushbo'y, eng go'zal, yaxshi shahar, maskan deb atamoqda. Har kuni umr daftarimizdan yangi bir sahifa ochilgani kabi atrofimizdagi olamning ham surati har kun yangilanadi. Bu yangilanish insonni nimaga chorlaydi? Tafakkurga chorlaydi. O'simlik olami Alloh taoloning insonga ato qilgan eng ulug' ne'matlardan biri bo'lib, bu olam bo'lmasa albatta yer yuzida hayot ham bo'lmas edi. Shuning uchun Alloh taboraka va taolo bu olamni insonga vosita bo'lsin, unga va uning chorvasiga rizq bo'lsin deb yaratganini ko'p marotaba eslatib bizlarga minnat qiladi. Chunki dehqonchilik, ziroat ulug' fazilatli kasb. Oyat karimalarda bog'lar, dalalar hosili Allohning izni irodasi bilan yetilishi bayon etilishligi aql egalari uchun juda katta bir ibrat ekanligini hech qachon unutmasligimiz lozim bo'ladi. Alloh taboraka va taolo shunday bir ulug' ne'matlarni berdi. Imom Mavardiy aytadilar, qarang. Kasblarning asl ustunlari 3 ta narsa deylar. Kasblarning asllari, ustunlari 3 ta narsa. Aytib qo'yadi-ku, qattiki bu desa, bu italyanskiy deydi, bu yaponskiy deydi. Bu tilla qanaqa probasi deydigan bo'lsa, bu palon joyiki deydi, bu Turkiyaniki deydi, bu o'zimizniki deydi. Alloh taolo ham endi bizlarga ulamolarimiz orqali o'rgatib eng asli narsalarni xabarni berilyapti. Nima ekan? Eng asli narsalar ziroat, tijorat, sanoatdir. Demak, Mavardiyga ko'ra kasbkorlarning asos ildizlari 3 ta narsaga borib taqalar ekan. Ziroat, tijorat, sanoat. Ziroat degan so'zga dehqonchilik, bog'dorchilik, chorvachilik va bunga o'xshagan hokazolar kirar ekan. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam dehqon o'z Robbisi bilan shuning uchun tijorat qiluvchidir dedilar. Nimaga desa, yerga urug'ni qadab hosil oluvchi kishi faqat Allohning qudratlariga bir tan bergan holatlarda imkoni bilan u narsa amalga oshmasligini biladi. Allohning qudratiga faqat sof tavakkuldan iborat. Demak, ayniqsa qadim zamonlarda shunday bo'lganki, hosilga zamin bo'luvchi, o'zida tutib o'stiruvchi yer ham Allohniki, uni yomg'ir bilan sug'oruvchi ham Alloh, yer bilan suvga shunday xususiyatlarni bergan ham Alloh deb, shu bois ham ziroatchi Alloh bilan tijorat qiladi deyiladi. Dehqon shunday bo'lish kerak ekanki, yerga urug'ini ekayotgan paytida mana men ko'chatni ekib qo'ydim, bog'ni mana zo'rlab mehnat qilib boqib qo'ydim deyishligi bilan ta'rifni o'ziga, ijobni o'ziga emas. Yo'q, men bu ko'chatni ekdim, bu urug'ni sepdim, lekin Alloh bog' qilsa bog' bo'ladi. Alloh barakot bersa, buni unumini bersa hosilini olaman deb sababiyya u dehqonchilik, azaliyya rizq ekanligini hammamiz ham faqat dehqonchilikda emas, u tijoratda ham, ishlab chiqarish sanoatda ham, u sanoat, tijorat, dehqonchilik bu narsalar sabab omillaridan biri ekanligini, azaliy rizqimizni oz va ko'pligi Alloh jalla va alodan ekanligini hech qachon unutmasligimiz lozim ekan. Payg'ambarimiz aytadilarki, "Utlubur rizqa tahta khabayal ard." Rizqni yer ostidan izlangiz deb buyurilgan. Shu bois ham bir toifa ulamolar dehqonchilik eng yaxshi va eng halol kasb deb aytishadi. Chunki ziroat sof mehnat bilan amalga oshiriladigan ish. Hadisda shubhasiz kishi rizqlanadigan narsalarning eng haloli va yoqimlisi o'z kasbi orqali yegan narsadir. Ibn Hibbon, Abu Dovud va Ibn Majah rivoyatlar bilan keltiriladi. Odam alayhissalom birinchi bo'lib
yer haydagan zot Odam alayhissalom ekanlar. Birinchi bo'lib ekin ekkan Odam alayhissalomlar. Birinchi bo'lib g'allani yig'ib olgan inson Odam alayhissalom ekanlar. Demak, qishloq xo'jaligi sohasida ishlaydiganlar, chorvadorlar, ziroatchilar uchun bashariyat otasi Odam alayhissalomning siyratlaridek go'zal va o'rnak namunalar bor ekanligini unutmaslik lozim. Ya'ni bu soha egalari Odam alayhissalomni yaxshiroq tanimoqliklari, u zotni haqqilaridagi tarixni yaxshi bilmoqliklari, u zot qanday udumlarni dehqonchilikda, o'sha chorvadorlikda, bog'dorchilikda qanday ishlarni qilardilar. Mana buni yaxshi o'rganib qilsalar, albatta kasbkorlardagi barakot ham chiroyli bo'lar ekan. Alhamdulillah. Hozir vatanimizning qaysi bir hududiga bormang, u bahormi, u yozmi, u kuzmi, maylida hosil olinadigan bir paytda boradigan bo'lsak, dehqonning mehnati qalb qo'ri bilan yetishtirilgan paxta, don, sabzavot, poliz, bog'lardagi endi mo'l-ko'llikni ko'rib ko'zingiz quvonadi. Hozir Antaliyaga borish shart emas. Hozir bir Kuala Lumpurga yoki bir Lankaviyaga borib dam olish shart emas. Eng arzon bola chaqangizni markabingizga tiqing. Bitta gilamni oling, ikkita ko'rpachani oling, baraka topkur. Bir-birda Alloh bergan rizq ro'zingizni tayyorlab olib, xotin bola chaqangizni olib, bir g'azalkin taraflarga chiqing, mana atroflarga. Qanaqa bir chiroyli Allohning qudratlarini ko'rasiz. Bulbullar, qushlar sayrab yotibdi. Ko'k va ja'alnal arda bisata. Yer yuzini Xudoy taolo gilam qilib to'shab qo'yibdi. Bundan buyuk ne'mat bormi? Bunday mamlakat qayerda bor? Ob-havosini qarang, mu'tadil. Suvlarini qattan bo'lsa yotib olib ichasiz maza qilib, nonni oqizasiz maza qilib yeysiz. Bu ne'mat emasmi? Bu mo'jiza emasmi? Bu qudrati ilohiy emasmi? Bu oyatlar bizni iymonimizni yanada ziyodalashtirmaydimi, birodar? Farzandlarimizni olib, varraklarni uchirib, laylaklar uchirib otamiz. Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning ukalariga Umayr payg'ambarimiz ya Umayr ma fa'ala Nughayr dedilar. Ey Umayrcha, nima bo'ldi senga Nug'ayrcha degani toirin sag'ir, kichkina samolyotcha degani. Ya'ni varrak, ya'ni laylak. O'zimiz bir yasab Rasulullohning sunnatlari ekan deb, qani bolam yurgin deb, faqat ximikat narsalarni yediravermasdan, faqat ximikat ko'rsatuvlarini ko'rsatavermasdan, faqat ana shunday mafkuraviy poligonni buzadigan, ana shunday zahri qotillarni internet saytlaridan ko'rsatavermasdan, muzikalar bilan qalbini buzib, ana shunday muhrlamasdan bir olamga, tabiatga olib chiqaylik. Bahri dili ochilsin, ko'rsin. 2 soat ertalab olib chiqib o'tirib keling. 1 oy ta'til olganni bir mazasini, rohatini qilasiz. Iymoningiz jo'shqadi, Robbingizga muhabbatingiz oshadi. Allohga bo'lgan yana yaqinligingiz sizda ziyoda bo'ladi. Bu dehqonlarni endi har kuni dehqonchilikda bo'lishligi qancha ularning muhabbatini baland qiladi. Shuning uchun ularning duosi qabul. Shuning uchun ularning albatta qo'lida ana shunday qadoq bo'lsa-da, lekin Rasul alayhissalom o'pgan qo'llar, Rasul alayhissalom barakot degan qo'llar, Rasul alayhissalom eng go'zal duolarni qilgan bandalar dehqonlar bo'ladi. Agar u dehqonlar sulolasi hozir ham ana shu Odam alayhissalomning sulolalarida, payg'ambar alayhissalomning sunnatlarida, xalqimizning qadriyatida peshvo bo'lgan bobo dehqonlarimizni halol pokdomonlik, belidagi belvog'idagi tahorati, belidagi belvog'idagi baraka namozi ibodati joyida bo'lsa, albatta o'sha ne'mat, o'sha yaxshilik, o'sha duosi ijobat bo'luvchi sulola hali ham borligini davomi desak xato bo'lmaydi. Alloh hammamizni mana bu ne'matlardan bir chiroyli bir istifodalar qilmoqligimizni alohida muvaffaq eylasin. Endi yana bir qudrat, Xudoning qudratlari qarang. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Sadaqallohul azim. U Alloh shunday zotki,
surtoqlarga ko'tarib qo'yiladigan va ko'tarib qo'yilmaydigan uzumzor bog'larni, ta'mi turlicha bo'lgan xurmo va mevali daraxtlarni, rang va ta'mda o'xshash va o'xshamas zaytun, anorlarni paydo qildi. Meva hosil qilganda mevasidan tanovul qilingiz. Hosil yig'ish kunida muhtojlarga haqqini, ushrini, zakotini, xarojini beringiz. Isrof qilmangiz. Alloh albatta u zot isrof qiluvchilarni sevmaydi. Qarang, Pirvaldan o'tamiz. Vohaga borganimizdami, vodiyga borganimizdami qarang, birorta dehqon u donalarni ekkanmi? Oshqozonga shifo, jigarga shifo, ravoch degan narsalar bor. Uni ochib turib tuzimda botirsangiz, uni mazaligini ayting. Odamlar bir narsa rang qo'shilgan narsalarni, hali kartochkani quritib qo'ygan ekan deb 5000 ga olib bolasiga yediryapti. Ana, vitamin. U bir yog'i zarar, bir yog'i bir nima? Bir narsa ovqatlarni tayyorlaganini yedirilyapti. Lekin uni mevasini bir yeng. Mana bu Pirvaldan o'tayotgan paytingizdagi bu lola qizg'aldoqlarni ochilib turganini ko'rib, buni egasini eslamaymizmi? Bitta do'kon qurilgan bo'lsa, kimniki ekan bu? Falonchilik ekan. Voy, mana shu do'konlar ko'payib ketibdimi? Nihoyatda zo'r bo'lib ketib qolibdimi? Ertaga bu ham bir nima bo'ladi deb qo'yadi lekin. Unga unaqa baho beradi. Bandasini bir do'koniga lol qilib, qurgan uyiga lol qilib, "Va, zo'rlab quribdi, lift o'rnatibdi bir narsa." Xudonikiga qaramaymizmi? Allohniki u bandani qo'li bilan yaratilib, ertaga yana buzilishi mumkin u narsa. Bugun bor bo'lib turib, ertaga birovga o'tib ketishi ham mumkin. Bu narsalar har kuni bu oddiy hol bo'lib qoldi bu narsalar. Lekin Allohning azamatiga qoyil qolmaymizmi? Yaralgandan birini bu tuprog'ini, bu uni yerini, uni tog'i doshlarini, dalalarini, qirlarini, sahroyu kabirlarni ko'rib bir lol qolmaymizmi? Bu cho'llarni ko'rib, hammasini o'ziga yarasha bir Xitoy xalqiga o'ziga yarasha meva-chevalar, u boshqa bir Amerika xalqiga o'ziga yarasha, Rossiya xalqiga o'ziga yarasha, O'zbek xalqiga o'ziga yarasha, hammasini o'zini mavsumiga, mijoziga to'g'ri keladigan bir ne'matlarni Alloh yaratdi. Shu o'rinda yurtboshimizning quyidagi so'zlarini diqqat, e'tibor bilan bir eshitishligimiz lozim bo'ladi. Qarang. Haqiqatan ham deylar, xalqimizning rizq, ruz nasibasi avvalo dalalarimizda zahmatkash dehqonlarimiz tomonidan yetishtirilgan mahsulotlar, oziq-ovqatlar va nozik ne'matlar bilan o'lchanadi, to'g'ri. Lekin bunda Allohdan so'ramoqligimiz, erta tongda turib tahorat qilib, qo'l yuzlarimizni yuvib, duo qilmoqligimizni yurtboshimiz o'zlari aytayaptilar. Tur ertalab, yuzingni yuv, tozala, Allohga bog'lan, qo'lingni ko'tar, duo qil, albatta Alloh beradi. 3 ta narsa hozir xalqimizga omonat bo'lib qoldi bizga. Bu yurt tinchligini qarang. Kecha xotira maydonida 9-may kuni yurtboshimiz nima kerak bu xalq? Tinchlik, tinchlik va tinchlik. Tinchlik bo'lib turgan mamlakat sanoqliq bo'lib turibdi azizlar. Mana arab davlatlari nima bo'layapti ko'ryapsiz. Qancha minglab odamlar o'lyapti. Maktablarga jo'natgani qo'rqamiz deyapti. Tinchlik haqida bir ajoyib bir film ham qo'yildi. Televideniyada ko'rgan bo'lsangiz. Buzg'unchilar tomonidan qilinayotgan, odamlarni o'ldirib yuborilayotgan bu holatlar. Ular ham bir Allohning bandasi, aziz mukarrami. Yurtboshimiz shuning uchun tinchlik, tinchlik deb nima uchun har doim qaysi bir joyga borsa mana shu masalalarni ko'taradilar. Sababi biz bunga boshqa millatlarga qaraganda ko'proq shukrona qilishimiz lozim. Bugun noligan odam u odam emas. Bugun noshukrlik qilgan odam endi u musulmon emas. Bugun endi bizdan 3 ta narsa talab qilinadi. Nima u? Birinchi o'rinda Allohga shukr qilishlikni o'zimiz o'rganishligimiz, farzandlarimizga o'rgatishligimiz kerak. Shukr tilni o'zida bo'lmaydi. Til shukr deb ahvoh qilib yana nolishligimiz shukr bo'lmaydi. Dil bilan til bir bo'lish kerak. Boyligu kambag'alligida, xursandchiligi va xafachiligida, odamlar orasida o'zi qolgan paytda Allohga shukr qilsak. Ikkinchisi, yaxshi niyat qilish kerak. Yaxshi niyat qilsak, albatta yaxshi niyatga qarab Alloh oqibatni beradi. Payg'ambarimiz innamal a'malu binniyat va innama likulli imrin ma nawa. Albatta amallar niyat bilan va albatta kishi nima niyat qilsa shunga erishadi dedilar. Uchinchisi, bunga endi birinchi shukr bor. Ikkinchi omil, demakki yaxshi niyat bor.
Uchinchisi bizdan bitta narsa, harakat kerak endi. Men o'z farzandimni Allohni tanitib, payg'ambari tanitib, ilm tanitib, dunyo ilmlarini o'rgatib, hunar o'rgatib, uni bugungi kun vatan degan bir narsada nima narsa zarur ekanligini ostonamda bera olsam, demak bu meni harakatim. Siz o'zingizni oilangizda, bu kishi o'zini oilasida hammamiz namozga, ibodatga kelyapmiz. Bu yerga kelib jumani o'qib ketishlik bilan foyda yo'q. U boshqa jamoat bo'lmasa farishtalar ham to'planadi. Lekin kelishdan maqsad bo'lish kerak. Namoz nimadan qaytaradi? Fahshdan. Namoz nimadan qaytaradi? Yolg'ondan. Namoz nimadan qaytaradi? Haromdan. Namoz nimadan qaytaradi? Munkar ishlardan. Namoz nimadan qaytaradi? Bir birodarni diliga ozor berishlikdan. Namoz nimadan qaytaradi? Kim o'zarga to'y qilib, kim o'zarga o'zini ko'rsatishdan. Namoz nimadan qaytaradi? Birovga lafz muomala qilib, va'da berib xilof qilishlikdan. Namoz nimadan qaytaradi? Albatta namoz kibr qilishlikdan qaytaradi. Biz mana shuni ola olsak, mana shunga amal qila olsak, mana shu olgan o'zimizdagi jum'aning ruhi bo'lgan amr ma'rufga, dehqonchiligimizga, bugungi tijoratimizga, bugungi sanoatimizga yuqoridagi shukrni bosh qilib, unga oyog'ini demakki albatta yaxshi niyat qilib, uni shukr bilan va yaxshi niyatni bog'laydigan harakatni Allohga bog'lanib qilsak, alhamdulillah bu bizning yurtimiz yanada obod bo'ladi. Obod turmush yeri unga munosib bo'ladi. Alloh taboraka va taolo aytilgan masalalarga hammalarimizni amal qilmoqlik baxtini muvaffaq aylasin. Bugungi suhbatga ham inshaalloh yakuni bir to'rtlik chiroyli bir mana shunday bir dehqonchiligimizga bog'lab, tinchligimizga bog'lab bir she'riy hikmatlardan tayyorlagan edik. Alloh taolo bulardan bir chiroyli hikmat, ibrat olmoqlik baxtini muvaffaq aylasin. Bu yurtga Allohning nazari tushgan. Tinchlik zamonidir musaffo osmon, nozu ne'matlarga to'liq dasturxon. Qalbda iymon bo'lsa o'zi mehribon, bu yurtga Allohning nazari tushgan. Pok vijdon xalqdirmiz himmati baland, haq yo'lga boshlagan hikmati baland, shukrona aytgulik ne'mati baland, bu yurtga Allohning nazari tushgan. Chiroy ochib borar yurtning jamoli, ko'klarga bo'y cho'zar fazlu kamoli, buncha yoqimlidir hurlik shamoli, bu yurtga Allohning nazari tushgan. Tuprog'i ko'zlarga to'tiyo bo'lsin, har bir xonadoni rizq ro'zga to'lsin, savobu poklikda toliyi kulsin, bu yurtga Allohning nazari tushgan. Birodar, bir dona cho'p suqsang unga bu tuproq, Allohdan baraka ingan bu tuproq, dehqonga hosil u xurmon bu tuproq, bu yurtga Allohning nazari tushgan. Ming qatla beadad shukrki shu vatandamiz, Allohga tavallo qilgan bandamiz, kamina aytadir pok iymondamiz, bu yurtga Allohning nazari tushgan. Alloh taboraka va taolo hammalarimizni aytilgan masalalarga amal qilib, baxtlik, saodatlik bandalardan bo'lmoqligimizni, dehqonchiligimizga, tijoratimizga, sanoatimizga barakalarni Alloh muvaffaq aylasin. Bu yo'lda halollik, pokdomonlik, yaxshi niyat, shukronalik bizlarga yo'l boshchi va uning amali bo'lgan harakat doim bizlarni yashashning lazzatiga, oxirat maqsadiga tulpor bo'lmoqligini yaratgan Parvardigorimiz muvaffaq aylasin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyid dunya va azabil akhirah innaka ala kulli shay'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin.